kelishyapti-da, mana shu men hozir kelishdim, bitta ayol ham keldilar-da, o'zlari 60 ga chiqqan. Ikkita banka yedim, shuni mumiyoli qorishimiz xususiyatini aytib bering deyaptilar, qarang. Mana shuni o'sha har doim aytganimdek, hali ukamiz bor, 42 yoshli, Qoraqamishda turadi. Oti o'tkir, ko'p odam bilib qopti uni. Shu bola shundan 4 ta banka yeb, Alloh ko'rib turibdi, sababchi bo'ldi, shu narsa sababchi bo'lib, subhanalloh, o'rnidan turib ketdi. Endi hozir ko'p insonlar ham kelishyapti, shunaqa o'sha ukamizni ko'rib qoldim, Instagramdan keldim deyapti. Alhamdulillah, ko'p insonlarga sababchi bo'lyapmiz. Mana boya ham keldilar, 64 yosh ayol. Ikkita banka yedim, mana oyog'imni ocholmay yotgandim. Alhamdulillah, oyog'imni ochyapman. Nechta ish keldi? 6 ta banka ish keldi. Buning ichida Alloh bergan ne'mat. Faqat asal bor, mo'miyo bor, yana eng kerakli bo'lgan shu Allohning bergan ildiz va giyohlar bor, shifobaxsh. Hammasi tanamizga tabiiy antibiotik bo'lib kiradi, immunitetimizni ko'taradi. Bizadagi bo'layotgan hamma svязкаlarimizni, tizzadagi, bo'g'inlardagi svязка, koksatrozning bu bo'ksadagi hamma svязкаlarimizga bu tabiiy kollagen bo'lib kiradi. Tabiiy kollagen. Demak, buni iste'mol qilish xolasa 6 ta iste'mol qilinglar. Xohlasangiz keyin davomli iste'mol qilishingiz ham mumkin. Bemalol, bezarar. Hech qanaqa zarari yo'q. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.